Shoshilinch tezkor xushxabar. Hozirgina kungaboqar yog'i haqida O'zbekiston fuqarolariga ajoyib yangilik e'lon qilindi. O'zbekistonda endi narx-navo arzonlashadi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, O'zbekistonda 15 turdagi mahsulot uchun xom ashyo importi bojlari bekor qilinadi. Tarkibidagi xom ashyo O'zbekistonda ishlab chiqariladigan 15 turdagi mahsulot uchun xom ashyo import bojlari olib tashlanadi. Maqsad mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash va ichki bozordagi raqobatni oshirish. Bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayev qandolat mahsulotlari misolida vaziyatni izohladi. Ayni paytda shokolad va boshqa shirinliklarni import qilish mahalliy ishlab chiqarishdan arzonga tushayotganiga e'tibor qaratdi. Buning asosiy sabablari tayyor xom ashyoga bojlar yo'q, ammo xom ashyoga tariflar saqlanib qolmoqda. O'zbekistonda 15 turdagi mahsulotni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan xom ashyo importiga bojlar umuman bekor qilinadi. Bu haqida 28 mart kuni bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayev idoralararo komissiyaning Jahon savdo tashkilotlari bilan hamkorlik bo'yicha tadbirlaridan birida o'tkazilgan ilk ochiq muloqotda ma'lum qildi. Xususan 15 turdagi mahsulotlar uchun xom ashyo importida bojlar bekor qilinishi mumkin. Ular qatorida quyidagilar kirishi mumkin: elektr skuterlar, nogironlik arvachalari, kungaboqar yog'i, karamellar, karamelli shirinliklar, shokoladlar, bolalar ozuqasi, tez tayyorlanadigan ugra, praynik va pechennilar, vaflilar, kekslar, konservalangan qulupniklar, shakarli ichimliklar. Xo'jayevning so'zlariga ko'ra, tadbirkorlar mahsulotni ichki bozorda sotgan taqdirda qo'shimcha qiymat solig'i to'laydi. Bundan tashqari tayyor mahsulot mamlakat ichida sotilayotganda unga tayyor mahsulot sifatida boj undiriladi. Biroq uni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan barcha xom ashyo bojsiz olib kiriladi, deyiladi xabarda.